inson tushunadi deydi-ku, insonlarni bir qulog'ini burab qo'ymasangiz bo'lmaydigan joyi ham bor-da. Masalan, bir xillari chiqadi, u silishkimda u endi bachkana ham deb bo'lmaydi uni. O'zi harom deyman-da unaqa narsani. O'zi silishkimda u o'tib ketadi. Masalan, qanaqadir yumorni chegarasi bordir-ku. Masalan, men yumorni uncha tushunmayman, u chegarasi bo'lish kerak-da. Lekin o'ta xunuk qizlarni olib chiqib yoki xunuklashtirib, o'ta yomon gaplarni aytib, o'ta inson oldida aytib bilmaydigan narsani kameraning qarshisida aytib, bu absurd-da bu. Oxirigacha borganda bular. Masalan, ko'chada yurib jamoat joyida masalan qanaqadir qoidani buzishni to'g'ri bo'lsa, bu ham masalan Instagram jamiyat o'sha kirib keladigan joy-ku. Jamiyat joyi masalan, u yerdan masalan ko'p prosmotr bo'ladi. Instagram algoritmi bunaqa narsani tushunmaydi. Ko'proq izoh qoldiryaptimi yoki ko'proq ko'rish bo'lyaptimi? Uje bu narsani avtomatik rekka olib chiqadi. Bu narsani yoshlar tushunmaydi. Absolutno bu trend bo'ladi. Что men ham shunaqa qilsam, значит men ham million ko'rinishga yoki 100 ming ko'rinishga, boshqa ko'rinishga chiqaman deydi.